Xurshid Davron mashhur o'zbek shoiri, dramaturg, tarixiy romanlar muallifidir. U 1952-yil 20-yanvarda Samarqandda tug'ilgan. Sohibqironning nabirasi yoxud Mitti yulduz qissasi nomli tarixiy qissasini 1995-yilda Mirzo Ulug'bek tavalludining 600 yilligiga bag'ishlab yozgan bo'lib, Amir Temurning nabirasi, buyuk astronom va davlat arbobi Mirzo Ulug'bek hayoti va taqdiri haqida hikoya qiladi. Qissaning voqealari kechgan davrda Xurosonning markazi Hirot, Mavaraunnahrning poytaxti Samarqand shahri bo'lgan. Sohibqiron nabirasi yoxud Mitti yulduz qissasi deb atalgan badiiy asar lavhasidayoq uning butun mazmuni ochiladi. Mazkurning Amir Temur va Mirzo Ulug'bek haqida ekanligi ravshanlashadi. Har ikki mo'tabar bobomiz qissamizning bosh qahramonlari desak xato qilmaymiz. Asarda Amir Temur va uning nabirasi Mirzo Ulug'bek atrofidagi voqealar tasvirlangan. Asar 1394-1409 yillar davridagi voqealarni qamrab oladi. Shu jumladan Ulug'bekning tug'ilishi, olim sifatida shakllanish jarayoni va yoshlik chog'laridagi voqealar, ilmiy bilimga bo'lgan qiziqishi, Amir Temurning oxirgi yillari, hukmdorlar o'rtasidagi siyosiy kurashlar, ilm-fan qahramonlari tasvirlangan. Asardagi asosiy qahramonlar Amir Temur, sohibqiron, buyuk davlatning asoschisi. Asarda uning 1394-1395 yillardagi harakatlari, 1394-yilda nabirasiga Muhammad So'fi nomini berilishi ham ochib berilgan. Sohibqironning nabirasi yoxud Mitti yulduz qissasi nafaqat tarixiy voqealarni, balki ma'naviy chuqurlikni ham o'zida jamlagan asar. Kitobni o'qish orqali siz nafaqat Amir Temur va Ulug'bek davrini yaxshiroq anglaysiz, balki o'zbek adabiyotining tarixiy nasridagi yuksak namunasi bilan ham tanishasiz.